Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza. Sahnadagi o'yin hayotdagi o'yinlar oldida o'yinchoq. Bu o'yinchini gapida. O'yinchi-ku. Gunoh ayol uchun qanday bo'lsa, erkak uchun ham xuddi shunday man etilgan. Yigitchilikda bo'lib turadi degan oyat nozil qilinmagan. Uxlashingdan oldin ikkita narsa haqida o'yla. Ertalab turib nima qilasan yoki ertalab turmasang nima bo'ladi? Eng zo'r parhez odam go'sht yeyishdan tiyilishdir. Xo'sh, kimga maza qildingiz? Malika, Akmal, Asadullo, Baxtiyor. Izohlarda yozing.